Eringizdan eshitgan eng yomon gapingiz teja, ichki kiyim hech kim ko'rmaydi, uyda kiyma. Bitta yetadi 1 yilga. Uyda meni maykam kiyib yur. Shunda eringiz o'zi tejaydimi? Tejaydimi? Ishdan kelganda ana tursigini yuvib qo'ysangiz, ertalab qurishini kutadimi? Zo'r yo'li bor. Yuvmang. Kechki payt yuving, ertalabgacha qurib olsin, ho'l bo'lib olsin, ana shuni kiyib ketsin. Erkak kishiga o'zi ichki kiyim shart emas, to'g'risida. Orqasi yo'q, oldi bor bo'lsa ham bo'ladi. Orqasi teshilib ketgan bo'lsa ham, oldi bo'lsa bo'ldi, kiyib ketaveradi-da. Lekin ayol kishiga kerak-da baribir. Ayol kishini bilasiz, har xil vaziyati bor. Bir oyda bir marta har xil holati bor bilasiz. U bo'lmasa bo'lmaydi. Tiyim bo'li, ichki kiyim tipi ba'zi 45 ming so'm. Ana uydagi pijama kiyib yuradigan pijamalar 40 ming so'm bo'layotgan zamonda endi bu silish kimda? Yangi maykalarni uyga kiying. Yangi maykalarini o'ylantirib qo'ydingiz. Shunaqasi ham bo'ladimi?